Ahsanallohu ilaykum. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Muallif rahimahulloh aytadi: Yulduzlardan yomg'ir so'rash haqida kelgan xabarlar bobi. Alloh taolo aytadi: Va sizlar Qur'onni yolg'on deyishdek badbaxtlikni o'zlaringizning rizq nasibalaringiz qilib olursizlarmi? Voqea surasi 82-oyat. Ha, bu bob yulduzlar orqali yomg'ir so'rashning hukmi haqida, ya'ni yomg'irni yulduzlardan kutish va yog'dirishni ularga nisbat berish. Bu mavzuning sharhi Zayd ibn Xolid al-Juhaniyning hadisida keladi inshaalloh. Alloh taoloning va sizlar Qur'onni yolg'on deyishdek badbaxtlikni o'zlaringizning rizq nasibalaringiz qilib olusizlarmi degan oyatidagi rizqdan maqsad shukrdir. Chunki Alloh taolo insonlarga bergan ne'matlarni zikr qilib, keyin buni aytdi. Ya'ni Alloh bergan bu rizq, yomg'ir uchun shukr qilish o'rniga Allohni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi? Ne'matining shukri shunday bo'ladimi degan ma'noda. Demak, ma'nosi Allohga shukr aytish o'rniga u zotni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi? Qala rahimahullohu ta'ala. Abu Malik Ash'ari roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatimda 4 narsa johiliyat ishlaridan bo'lib, ularni tark qila olmaslar. Nasab bilan faxrlanish, nasabni ayblash, yulduzlar bilan yomg'ir so'rash, dod faryod qilib yig'lash dedilar. U zot yana dod faryod qilib yig'lovchi ayol o'limidan oldin tavba qilmagan bo'lsa, qiyomat kuni tik turg'azib qo'yiladi. Ustida qatrondan kiyim-bosh, qo'tirdan ko'ylak bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatimda deganlarida ijobat ummatini, ya'ni musulmonlarni nazarda tutganlar. Chunki ummat so'zi ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchisi da'vat ummati. Bunga payg'ambarimiz yuborilgan butun insoniyat, musulmon bo'lgan, bo'lmagan hamma kiradi. Ikkinchisi ijobat ummati. Bu esa payg'ambarimizning da'vatlarini qabul qilganlar, ya'ni musulmonlardir. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan musulmonlarni nazarda tutib aytayaptilarki, hatto musulmon bo'lganlardan keyin ham ularning ichida mana shu 4 ta johiliyat ishi butunlay tugamaydi, qolib ketaveradi. Nasab bilan faxrlanish, inson o'zining kelib chiqishi, ota-bobolari bilan boshqalardan ustunligini ko'rsatib faxrlanishi. Men falonchining o'g'liman, falon avloddanman deb boshqalarni past sanashi. Vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amali ortga tortgan odamni nasabi olg'a sura olmaydi deganlar. Demak, bu nasablar qiyomat kuni hech qanday foyda bermaydi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarini o'rgangan edik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqin qarindoshlaringni ogohlantir oyati nozil bo'lganida u zot shunday dedilar: Ey Quraysh jamoasi, Allohdan joningizni sotib olinglar. Allohdan keladigan biror narsani sizlardan to'sa olmayman. Ey Banu Abdul Muttalib, Allohdan keladigan biror narsani sizlardan to'sa olmayman. Ey Abbos ibn Abdul Muttalib, Allohdan keladigan biror narsani sizdan to'sa olmayman. Ey Rasulullohning ammasi Safiya, Allohdan keladigan biror narsani sizdan to'sa olmayman. Ey Rasulullohning qizi Fatima, mendan xohlagan narsangni so'rayver, lekin Allohdan keladigan biror narsani sendan to'sa olmayman. Buxoriy va Muslim rivoyati. Demak, amal bo'lmasa bu nasablar insonga hech qanday foyda bermaydi. Inson o'z nasabini shunchaki zikr qilishining zarari yo'q. Xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga Kinona qabilasidan odamlar kelib, siz bizdansiz deyishganidek. Yana ba'zilar u zotga siz Kinda qabilasidansiz deyishdi. Chunki payg'ambarimizning bobolari Hoshimning tog'alari Kinda qabilasidan edi. Shunda u zot biz otamizdan tonmaymiz va onamiz tomonga nasablanmaymiz. Men nasabda onamga ergashmayman va otamdan tonmayman. Men Qurayshdan, Quraysh esa Kinonadandir. Men Kindadan emasman dedilar. Ahmad va Ibn Mojah rivoyati. Shunday ekan, inson o'z nasabini tanitish uchun zikr qilishi joiz, lekin buni faxrlanish uchun aytmasligi kerak. Chunki inson o'z nasabini o'zi tanlab tug'ilmagan. Nasablarga ta'na qilish, haqorat qilish, boshqalarning nasabini kamsitish va ayblash deganidir. Nasablarga ta'na qilish, haqorat qilish ikki xil bo'ladi. Birinchisi masxara qilish va pastga urish maqsadida biror insonni yoki qabilani kamsitib, ularning ustidan kulish. Ikkinchisi nasab da'vosini yolg'onga chiqarish, birovning men falon qabiladanman degan gapini inkor qilish. Aslida Imom Malik aytganlaridek, odamlar o'z nasablari borasida omonatdordirlar. Ularning gapiga ishoniladi. Agar bir kishi men falon qabiladanman desa, uning gapi to'g'ri deb qabul qilinadi. Chunki o'z otasidan boshqasini otam deyish yoki o'z qabilasidan boshqa qabilaga mansubman deyish
kichik kufr hisoblanadi. Bu juda xatarli masala. Shuning uchun inson men falonchining o'g'liman desa, unga ishoniladi. Faqatgina bu nasab orqali biror moddiy narsa talab qilsa, hujjat so'raladi. Masalan, men falon oiladanman, menga meros beringlar desa yoki men Bani Hoshimdanman, menga xumusni, ya'ni jihodda qo'lga kiritilgan o'ljaning 5 dan birini beringlar desa, bu yerda ham unga nasabingni isbotla deyiladi. Ammo odamlarning nasabi ustidan masxara qilish, ularni past sanash yoki asossiz ravishda yolg'on gapiryapsan deyish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirgan johiliyat ishlardandir. Muallif aytadi, yulduzlar orqali yomg'ir so'rash, ya'ni ummatimda bu narsa hali ham bor va yulduzlardan yoki ularning joylashgan o'rinlardan yomg'ir tilash davom etadi. Niyoha, ya'ni mayitga ovoz chiqarib dod faryod solib yig'lash ham qoladi va ayniqsa ayollar orasida ko'p bo'ladi. Bu narsa gohida erkaklarda ham uchrashi mumkin, lekin ko'pincha ayollarda bo'ladi. Mazkur hadisda kelganidek, agar dod faryod solib yig'lovchi ayol o'limidan oldin tavba qilmagan bo'lsa, qiyomat kuni tik turg'azib qo'yiladi. Ustida qatrondan kiyim-bosh, qo'tirdan ko'ylak bo'ladi. Alloh asrasin. Ahsanallohu ilaykum. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Imom Buxoriy va Imom Muslim Zayd ibn Xolid Juhani roziyallohu anhu dan rivoyat qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyada kechasi yoqqan yomg'irdan so'ng bizga bomdod namozini o'qib berdilar. Namozni tugatgach odamlarga yuzlandilar-da, Robbingiz nima deganini bilasizmi dedilar. Ular Alloh va uning rasuli biladi deyishdi. U zot shunday dedilar: bandalarimdan menga iymon keltirib ham kofir bo'lib ham tong ottirganlari bo'ldi. Kim yomg'ir Allohning fazli va rahmati ila yog'di desa, ana o'sha menga iymon keltirgan yulduzlarga kufr keltirgandir. Ammo kim falon va falon nav sababli yomg'ir yog'di desa, ana o'sha menga kufr keltirgan yulduzlarga iymon keltirgandir. Ibn Abbos roziyallohu anhumoning rivoyatida esa ba'zilarning falon yulduzning gapi rost chiqdi deyishgani va Alloh taolo Voqea surasidagi yulduzlarning o'rinlari bilan qasam ichurman oyatlarini to yolg'onchi bo'lyapsizlarmi oyatigacha nozil qilgani aytiladi. Ha, bu hadisni Zayd ibn Xolid al-Juhani roziyallohu anhu rivoyat qilgan bo'lib, unda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yomg'ir yoqqan kechasi tong ottirganlaridan so'ng shunday deganlar: Robbingiz nima deganini bilasizlarmi? Ular Alloh va rasuli biluvchiroq deyishdi. U zot aytdilar: Robbingiz bandalarimdan menga iymon keltirib ham kofir bo'lib ham tong ottirganlari bo'ldi. Kim yomg'ir Allohning fazli va rahmati ila yog'di desa, ana o'sha menga iymon keltirgan yulduzlarga kufr keltirgandir. Ammo kim falon va falon nav sababli yomg'ir yog'di desa, ana o'sha menga kufr keltirgan yulduzga iymon keltirgan. Chunki bu yulduzlar yomg'ir yog'dirmaydi va ular yomg'ir yog'ishi uchun sabab ham emas. Yulduzlarning o'rinlari na yomg'ir yog'diradi va na yomg'irga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bunday degan kimsaning kufriga hukm qilindi. Hadisdagi osmon izidan degani yomg'ir izidan degan ma'noni anglatadi. Xuddi boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llarini bir uyum donning ichiga tiqqanlarida barmoqlariga namlik tekkani va bu nima ey don egasi deb so'raganlarida u kishi unga osmon tegdi, ya'ni yomg'ir tegdi deb javob bergani kabi. Arablar tepada bo'lgan har bir narsani samo, osmon deb atashadi. Alloh taoloning osmondan suv tushirdik degan so'zidagi maqsad ham bulutdir. Demak, tepangizdagi har bir narsa osmondir. Osmon izidan degani yomg'ir izidan deganidir. Chunki u osmondan tushadi. Sahihaynda Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda ba'zilarning falon yulduz rost aytdi, falon yulduz tufayli yomg'ir yog'di deyishgani va Alloh taolo yulduzlarning o'rinlari bilan qasam ichurman oyatini nozil qilgani aytiladi. Ulamolar oyatdagi mavaqi'un nujum, ya'ni yulduzlarning o'rinlari degan so'z haqida ikki xil fikr bildirganlar. Birinchi fikr, yulduzlarning jismoniy o'rinlari bo'lib, odamlar agar yulduz falon o'ringa kelsa, falon ish bo'ladi deb e'tiqod qiladigan joylar. Ikkinchi fikr, Qur'onning yulduzlari, ya'ni bo'laklari. Chunki Qur'on munajjam holda, ya'ni bo'lak qilib nozil qilingan. Bu ma'no oyatning davomidagi yulduzlarning o'rinlari bilan qasam ichurmanki, holbuki bu qasam agar bilsangizlar shak shubhasiz ulug' katta qasamdir. Albatta u ulug' Qur'ondir degan so'zga ko'proq mos keladi. Ya'ni Qur'onning bo'lak bo'lib nozil bo'lishi o'rinlari, inshaalloh har ikki ma'no ham to'g'ri. Ahsanallohu ilaykum. Ushbu bobdagi masalalar: birinchisi, Voqea surasidagi oyatning tafsiri. Ikkinchi, johiliyat ishidan bo'lgan 4 xislatning zikri. Uchinchi, ularning ba'zisida kufr so'zi ishlatilgani. To'rtinchi, ushbu 4 xislatdan ba'zilari, masalan, nasabga ta'na qilish va nasab bilan faxrlanish, garchi katta gunoh bo'lsa-da, dindan chiqarmaydigan kufr ekani.
Beshinchi, ne'mat. Yomg'ir nozil bo'lishi sababli tong ottirganda bandalarimdan menga iymon keltirgan va kofir bo'lgani bo'ldi deyilgan so'zning ma'nosi. Oltinchi, bu o'rinda iymonni, ya'ni ne'matni Allohga nisbat berishda ekanini anglab yetish. Yettinchi, bu o'rinda kufrning, ne'matni yulduzga nisbat berishda ekanini anglab yetish. Sakkizinchi, falon yulduz rost chiqdi degan so'zning ma'nosini anglash. To'qqizinchi, olim kishi o'rganuvchiga masalani tushuntirish uchun Robbingiz nima deganini bilasizlarmi deb savol bilan yuzlanishi. 10. O'likka dod faryod solib yig'lovchi ayolga bo'lgan qattiq tahdid va jazoning bayoni.